Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi sotuvimizda Kia Carnival zo'rlari kelgan. Birinchi avtomobilimiz Kia Sedona benzinli variantidan, motori 3.5 atmosferli, yili 2019-yil, 228 ming mil yurgan amerikanskiy mashina. Balonlari yangi holatda. Mashinamiz juda ham ideal, yaxshi holatda. 8 o'rindiqli, 3 qator. Propan gazlari ham bor. Xohlasa avtomobilimizni eshiklari ham ko'rishingiz mumkin. Elektronli steyalari, orqa steylari ham o'zining o'rnida. Avtomobilimiz narxi $19,700. Xudo xohlasa kelishtirib beramiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Keyingi avtomobilimiz Kia Carnival. Yili 2017-yil, bosib o'tgan masofasi 215 ming kilometr. Bu avtomobilimiz ham juda ideal holatda, 4 ta yangi balon qo'yib qo'yildi. Xo'p, bu 4 qator 7 o'rindiqli, 9 o'rindiqli salarka motorda, 2.2 turbina motorda. Mashinamizning holatini ko'rishingiz mumkin. Ko'shini salonda ikkita lyuklari bor. 4 qator kapitanskiy sizdeniya, detskilari ham bor. Yotqizib qo'yilgan xolos. Orqalarni ham ko'ringlar mana. Mashinamizning holati juda ham yaxshi holatda. Ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa aybi nuqsoni, texnik ishi yo'q. Bu avtomobilimiz narxiga kelsak, narxini hop $18,500 deb baholadik. Buni ham kami bor, kelishtirib beramiz. Arzonroq qilib. Uchinchi avtomobilimiz ham Kia Carnival 2.2 turbo dizel motorda. Yili 2016-yil, bosib o'tgan masofasi 235 ming kilometr. Mashinamizning holatini ko'ringlar mana. Yangi bunga balon qo'yib qo'yildi. Hech qanaqa texnik ishlar yo'q. Bu ham full pozitsiyada. 9 o'rindiqli. Bu ham ko'jinli salonda, obshivka, torpeda ko'zalarda qirilib, chizilib, yirtilib ketgan joylar yo'q. Ikkitadan yuklari bor. Bu ham salarka motor. Elektronli eshiklari. Buni ham deskasini tushirib qo'yganmiz. O'zi bor asli. Bu avtomobilimizning narxiga kelsak, narxini hop $17,500 deb baholadik. Akalar, tayda botikitlarigacha bor. Mashina juda ham hafsala qilib minilgan. Kami bor, kamaytirib beramiz. Va Dacia avtomobilimiz ham bor. Akalar, 1.5 turbina motorli. Yili 2023-yil, bosib o'tgan masofasi 81 ming kilometr. Polni hadovoy qilindi, amortizatorlargacha yumshatildi. Yangi balon mana hali 1000 kilometr yurmagan, yaqinda qo'yildi. Parok brizgavilar bor. Qoriga qizil salon. Mana ko'rishingiz mumkin, panoramli yuklarigacha bor. Hali joylari. Masalan, maza qilib ishlataman degan aka-ukalarimiz uchun kirchimolgina saloni ham qoqmas. Propan gaz uстановкаlar qilingan mana shu nomerda pitnos bor. Avtomobilimiz narxiga kelsak, narxini $19,000 deb baholadik. Kami bor, kelishtirib beramiz. Va keyingi mashinamiz Bestin B70 avtomobili. Avtomobilimiz yili 2021-yil, bosib o'tgan masofasi 154 ming kilometr. Bu avtomobilimizda hech qanaqa texnik ishi yo'q. Motor moyi, korobka moyi polni hadovoy qilingan, boylar almashilgan. Buni ham balonlari 80-90% hali. 1.5 turbina motorda en full pozitsiyasi, 360 gradus kameralari bor, ko'jinli salon, elektronli sizdeniya, bu yoqda 360 gradus avtoparkovka, avtohol, sizdeniya abagriflarigacha bor. Mashina juda ham zo'r holatda. Xitoy mashinalarida long versiyasi, uzunligini qarang. Avtomobilimiz narxini $17,500 deb baholadik. Kraskalar toza. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqarasizlar akalar, kelishtirib beramiz. Va bu avtomobilimiz Captiva'miz yili 2018-yil, bosib o'tgan masofasi 164 ming kilometr. Kraskalari toza. Bunga yumshoq balonlar qo'yilgan, 80% ishlari bor. Xo'p, avtomobilimizda texnik ishlari yo'q. Hech qanaqa ayb nuqsoni. Shu faqat minaman degan akalarimiz uchun olib dokumentini qilib bemalol minaveradi. Оформление desa оформление, generalga chiqaveradi. Propan gaz uстановкаlar bor qilingan. Xo'p, avtomobilimiz narxiga kelsak, narxini $17,000 deb baholadik. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz. Hurmatli obunachilar,
trading, barter xizmatlari bor. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Bugungi sotuvda mavjud avtomobillarimiz shular. Xudo xolisa bizni kuzatib boringlar. Xudo xolisa tez-tez yangi videolar, yangi mashg'ulotlarni qo'yib boramiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.